Tinchlikmi? Tinchlikmi Farida? Saboqdoshlarning hammasi kelib bo'ldimi? Ha, kelib bo'ldi. Ularni ko'rish uchun chaldirab ketyapman. Yuring mangli. Farida? Sizga deydigan gapim bor edi. Qanday gap bo'lsa deyvering. Men sizga u bog'chidagi yiliq pidoyi-ku. Faridani qanday taniydigina bu soltak. Voy, tezroq desingiz-chu. Sizni o'zim saqlatib qo'ymagandim, ha? Voyjon, Ilyas shu gapmidi? Mao Ebgamo Faridaga qanot so'rab yuribdi-da. Sen ashundaq tilingni chaynab yuraver. Men sana qandoq so'ygi izhor qilishni o'rgatib qo'yay. Shundoq qilib Faridaga ko'yib qoldim degan. Hey, uni bir oy ahmoq qilib tashlab o'tasan qachon? Endi unda qilmayman. Uni ko'rgan ashu daqiqadan boshlab o'zimda ilgir ko'rilib boqmagan bir xil sezim paydo bo'ldi. Mening uning o'g'an muhabbatim haqiqiy, chin muhabbat. Bu sendagi vaqt qadisi. Agar kunlarning birida Faridadimi chiroyli bir qizni uchratsang, uningdan cho'qim yuz beraysan. Nimandaq chishimga tegisa? Voy, nima qilmoq ishonmaysan deyman. Ha? Ha, ma'qul. Men sana ishonay. Endi seliqni Nurbiyani qanday qilsan? Ha? Kunlarning biri kelganda seni chavog'ini chitqayimiz bo'ladi-ku. Basta. Nurbiyani qanday qilaman? Ha, to'g'ri. Bugundan boshlab uningdan yiroqlashay. Shunday qilib oilab ketmamdim. Agar u sezib qog'idakli bo'lsa, pul verib yo'lga sep qo'yman. Qanday? Ma ishing joyida. Kallang ajoyib ishlaydi, juma. Bo'pti, shunday qil. Bugun shundoq yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ydim. Sening o'sha qiz boladek totinchoq mijozingni bu shundoq so'rani bilan qilib Faridani qo'ldan chiqarib qo'ymsang bo'ladi-ku. O'zimni pushaymon qilyapman, Ali. Endi qat'iy irodaga keldim. Keyingi uchrashishda uning cho'qim ko'nglim kelganini deyman. Uyga kelib qoptiman do'stim. Keyingi qatim seni uchratganda yaningda Faridani ko'rak, juma. Sen xotirjam bo'g'in. Cho'qim shundoq bo'ladi. Qo'lamsa. Xo'sh, amsa. Yaxshi uxla. Farida? Ha? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Tanishib qolaylik. Mening ismim Farhod. Dadamning shirkatiga daqiqada ishga tushdim. Vaqtingiz bo'lsa, birga tomoq yeb kelsak bo'pti ekan. Kechiring, vaqtim yo'q. Amsa ati bo'lsin. Farida, men atasini mushab saqlayman.